Kafedan chiqayotgandim, hech kimga tekkanim yo'q. Manaviitlar yonimga chiqdi. Bittasida bita bor edi, yana birida esa kastet. Bizda unaqa narsalar yo'q edi. Xo'sh, shoshmang. Gapini tugatolsin. O'zi yuzidan uyatsizligi bilinib turgandi. Menda nima xohlashganini kim bilsin? Men esa yolg'iz, ayol, bolam bilan qisqasi vahimaga tushib qoldim. Qonim qaynadi va ularni biridan bittasini tortib oldim va qahramonlarcha bu behayolardan o'zimni himoya qildim. Lekin nega bittasi boshini derazaga tiqib qo'yganini o'zim ham bilmayman. Opa, nima aldaysiz? Uyatmaysizmi? Videoga olganmiz hammasini. Demak, ko'rsatmalar farq qilyapti. 3-jabrlanuvchi qani? U ko'rsatma bera olmaydi, chunki uni jag'i singan haligi. Balki yozib berar. Yo'q, uni ham yoza olmaydi. Qo'li ham singan uni. Yo xudo. Mayli, olingan videoni ko'raylik. Aha. Ko'ryapsizmi, bu g'alati ayoli qanday qilib buni tarbiyali o'g'li bor ekan. Hatto kameramizni olib bizga qaytarib berdi. Boshqasi bo'lganda o'ziga olardi. Bo'pti, mayli, yoqyapman. Bu klip ko'rganman. La'nati, bu nimasi? Xotirasi ishlamay qoldimi? Stas, ikkinchi kamerani berib bor. Aha, hozir. Mana. Voy, billa. Yana mushuk bilan Bu qayerda gap qilganini bilmayman. Bu meniki emas. Albatta. Endi seniki emas, a? Rostdan ham g'irt buzuq yigitlarga o'xshaysiz. Xonim, siz bo'shsiz. Ma'naviy zarar uchun tovonchi.